Assalomu alaykum qadrdonlar, efirda Begim Roshidon. Bugungi temamiz bir oylik bo'ldi ko'chatlarimiz gulga kirgan. Bularni oziqlantirib kuchga kiritish uchun men dori tayyorlab 200 grammdan quyib chiqmoqchiman. Shu narsani sizlarga ko'rsatay dedim. Hozir mana shu apparatda quyaman men 20 litr suvga. Bu 13-40-13 bu mevaga kirganda beriladigan MPK. Hozir 20 gram 25 gram gumat kaliy qo'shaman 20 litr suvga. Tak, mana 200 gram 20 200 gram non 52-34 mana fosfat kaliy, 200 gram nitrat kaliy qo'shaman. 20 gram borniy kislota qo'shaman, 25-30 gram yantarniy kislota qo'shaman. Bu 20 litr suvga. Shuni men hozir 20 litrga tayyorlasam, buni keyin 40 litr qilamanda, nimaki 200 gramdan bo'lmasa 20 litrni men 200 ta ko'chatga 100 gramdan quyib chiqishim kerak. 20 litrda 100 gramdan qo'shsam 200 ta ko'chatga yetadi. Bu bolgarskiga, baqlajonga, pomidorga hammasiga ketaveradi. Shuni qilib quyib chiqaman. Sizlarga ham shu narsani tavsiya etaman. Hozir ko'pchilik so'rayapti, misol Qashqadaryo tomonlarda 18-20 lik MPKlar bor ekan, shuni bersak bo'ladimi? O'sha ko'chatlar katta bo'lgan, yarim metrdan o'tgan meva beryapti. Abilni mevaga kirgandan keyin buni dozasi kamlik qiladi og'aynilar. Mevaga kirgandan keyin mana bu 13-40-13 dan berish kerak. Mana fosfat kaliy pastiyani berish kerak, nitrat kaliy. Bir sug'organda mana shu 3-ovi, 4-ovi bu 1 tonnaga 1 litr. Ular 2 kilodan. Misol bitta sug'organingizda nitrat kaliy bersangiz, keyingi sug'orishingizda sulfat kaliy berishingiz kerak, almashtirib. 1 tonnaga 5 pachka bundan, 2 pachka borniy kislotadan. Shunaqa qilib sug'orsangiz, mevangiz normalniy ketadi. Keyin ko'pincha bo'lyapti hozir vershinniy gnil, barglar ham hali qorayib turib, qurib qolyapti uchlaridan. U kalsiy yetishmasligidan bo'ladi-da. O'shaning uchun kalsiy bilan magniyni postoyanniy tomirdan ham, bagdan ham beringlar. Kalsiy, tomirdan kalsiy bergan paytlaring mana bu 0,52-34 degan preparat bilan kalsiyni aralashtirmanglar. Tomirdan kalsiy beradigan bo'lsangiz, buni qo'shmang. Buni berayotganingizda kalsiy qo'shmang. Shu. Mana shu narsalar qilinglar og'aynilar. Foydasi juda katta. Sog' bo'linglar.